xabarlar qaraganda G'arb va Sharqning ikki qutbga bo'linib, G'arb va Sharq bir-birisi bilan rasmiy shaklda ochiq-oshkora tirkishadigan vaziyat boshlandi deyishga bo'ladi ekan. G'arb va Sharq ikki qutbga bo'linib bir-birisi bilan tirkishadigan surat tezlashishga boshlandi desak bo'ladi ekan. Bugun Ukrainaning prezidenti Yevropadan rasmiy shaklda ayrilib, Amerika davlatiga qarab uchib o'tibdi. Ya'ni Yevropa quruqligidan ayrilib, Atlantik okean havo bo'shlig'ida Amerika qarab uchib o'tibdi. Ukrainaning prezidenti Zelenskiyning bexatarligini qo'g'dashga mas'ul bo'lgan Amerika boshchiligidagi NATO organining F-35 tiplik aeroplanlari Zelenskiyning yanida hamroh bo'lib uchib o'tibdi. Zelenskiyning bu qitim Amerikaga yetib kelishi, ya'ni 2022-yillik Amerika diplomatiya xizmatining eng oxirgi xulosasi deyishga bo'ladi ekan. Nima uchun Sharq va G'arbning ikki qutbga bo'linib, bir-biri bilan tirkishadigan surat texmo jiddiylashdi deyishimizdagi sabab bo'lsa, Zelenskiy Amerika Oqsaroyini ziyorat qilmoqchi bo'lishining oldida Rossiyaning sobiq prezidenti Medvedev bugun Beijingga yetib berib, Xi Jinping bilan uchrashibdi. Medvedevning Beijingga berib Xi Jinping bilan ko'rishishi bu butunlay Rossiyaning prezidenti Putinga vakolatdan, ya'ni Putinning alohida xodimi sifatida ham davlat bexatarlik vazifasini ustiga olib turayotgan alohida xodimi sifatida Beijingga berib Xi Jinping bilan ko'rishgan, uchrashgan. Undan boshqa yana Medvedev Rossiyaning bexatarlik komitetining muavin prezidenti salohiyati bilan Beijingga borgan. Xi Jinping oldiga chiqib qarshi olgan. Hamda ikkisi muhim suhbatlarni ilib borgan. Shuningdek bilimizki, yangi bir siyosiy vaziyatning maydonga chiqishi butun dunyo siyosatchilarining diqqatini tortdi desak bo'ladi ekan. Yana bir muhim ish bo'lsa, dunyo strategiyasiga munosabatlik hamda Xitoy davlatining energiya masalasiga bevosita chetildigan bexatarlik masala bo'libmi hisoblanadi ekan. Xi Jinping bilan suhbat ilib berayotgan Medvedev hamda Rossiyaning prezidenti Putinmi naq maydonda turib, Medvedev Xi Jinping bilan ko'rishib turib, Rossiyaning Jiroq Sharqdagi gaz energiyasini Xitoy davlatiga ichib bergan. Rossiyaning Jiroq Sharqdagi neft zapasi, gaz energiyasi butunlay Xitoy davlatini energiya bilan ta'minlaydigan hamda Xitoyning uzun muddatgacha energiya bilan bexatarlik ta'minlash vazifasini Rossiya o'z ustiga olgan. Bu Xitoyning gaz yetishmayotgan Sharq-Shimol, Beijing, Shandong o'lkasi, Henan, Hebei, Jiangsu o'lkasining shimoliy qismi, hatto Shanxayga qadar bu rayonlarning energiya masalasi butunlay kapolatga ilingan. Lekin Ruslarning Xitoyni energiya bilan ta'minlashi buning Sharq va G'arbning o'zaro tirkishadiganiga nima munosabati bor deb tushunib qilishimiz mumkin. Zelenskiyning bu qitim chaqmoq tezligida Amerika Oqsaroyiga berib ziyorat qilishi bir kun burun Amerika Kengash palatasining Cumhuriyetçiler partiyasining raisi Maykonarning muxbirlarga bergan so'zida u rahbarlik qilayotgan Cumhuriyet partiyalarining hammasining qo'shilishi bilan hozirgi jiddiy vaziyatda qat'iy bo'shanmasdan Ukrainaga yordam berish orqali Rossiyani Ukrainaning ziminidan butunlay qo'g'lab chiqarishgan hamda bu urushda g'alaba qilishgan. Mana bu Amerika Kengash palatasining o'rtaq fikr qarori ekan. Bu o'rtaq fikr qaror Demokratiya partiyasidan saylanib chiqqan Amerikaning prezidenti Joe Biden efendi bilan bir fikrda bo'lib hisoblanadi ekan. Lekin Amerika davlati Zelenskiyni qo'llash uchun cho'qim pulga mas'ul bo'lgan Amerikaning Avam palatasi iqtisod orqali qo'llashga to'g'ri keldi ekan. Agar iqtisod bo'lmaydigan har qanday qurol yaroq bo'lsin, oziq-to'lik, arxisab bo'lsin, yordam qilishdan so'z ochqin bo'lmaydi ekan. Saylovda g'alaba qilgan Cumhuriyet partiyasi Amerika Avam palatasini o'tkazib olish uchun yana bir oy vaqti bor ekan. Mana shu bir oy ichida Nancy Pelosi xonim boshqarayotgan Avam palatasi jiddiy va tezdan pul tasdiqlash qonunini ma'qullashga to'g'ri keldi ekan. Ya'ni bo'libmi Ukrainaga iqtisod jihatdan yordam qiladigan qonun loyiha ma'qullash kerak ekan. Bu qonun loyiha cho'qim 1-oyning 21-kunidan burun qonundan o'tkazib tamomlashga to'g'ri keldi ekan. Hamda hozirgi Kengash palatasining raisi bo'lib turayotgan Maykonar efendi
ya'ni yangidan tayinlangan Avam palatasininki xodimlari bilan birlikda Amerika Avam palatasi va Amerika Kengash palatasi qo'shilib davlat xarakteridagi butun Amerika xalqiga Zelenskiy apandim tantanlik holda davlat nutqa so'zlamoqchi ekan. Zelenskiyning nutqisi orqali Ukrainaga yordam berish va davlat xarakterlik Ukrainani qo'llash vaziyatini yaratmoqchi ekan. Ukrainaga beradigan bu yordam mayli bu yil bo'lsin, kelar yil bo'lsin, uzun muddatlik Ukrainani qo'llaydigan, Ukrainani keng ko'lamli iqtisodiyotdan bütün siyosiy jihatdan qo'llaydigan bir vaziyatni yaratish ekan. Rossiya uzun muddatlik Xitoy davlatini energiya bilan ta'minlash, Xitoy davlati uzun muddatlik Rossiyani qo'llash, Zelenskiy bo'lsa Ukrainaning Rossiya ustidan g'alaba qilish uchun Amerika davlatining qo'llashiga erishish uchun chaqmoq tezlikda Amerika qarab Atlantik okeanining ustidan uchib Oqsaroyga qarab ketayotmoqda.